2023-yilgi Damas'imiz shikarini turibdi. Hamma narsasi toza, yuz kraskalari ham toza, umuman kraska yemagan balonlar, udab. Qancha 50 ming uchun yurgandirlar, bir kir ham yurmagandir. Вообще kam yurganda, anaqani esimda qolmadi. Salonlar вообще ideal, chexol polik, вообще ideal, o'ziga o'tirgan shunday yopishgan borku. O'tirgan odam maza qiladi, Damas haydaganday bo'ladi. Damaschilar вообще soqqada qolib ketadi. Andijonda tema bo'lgan Damaslardan bittasi. Xo'p, narxini 95 million so'm deyaptilar. Kelishlar, beradilar. Bir ikki oycha o'tib beradilar. Bemalol, lekin Damasimiz sveji, yangi Andijonda hozirgi kunda tema bo'ladigan Damaslardan bittasi shu. Ko'rib turganingizdek, taksi Matiz, 2010-yil, motorlar cho'tki joyda hammasi yaxshi turibdi, balonlar normal holatda, motorlar balon moy yemaydi. Balon yemaymiz. Amortizatorlar hammalari cho'tki joyda turibdi. Salon ahvoli ham yaxshi turibdi. Chexollari normal, poliklar joyida. Probekini bar taksi yurganlardagi sal ko'payadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 30 million so'm deyaptilar. Kelishadigan joyi bor. Kredit 29-28 larga bemalol berib oladilar. Undan tashqari Vichkaga kreditga ham bemalol berishlari mumkin. Ko'ndirsalar beraman deganda qilyaptilar. Boshlanish to'lovsiz ham qilib kerak biz ko'ndirsalar. Hop, 2023-yilgi oq Gentramiz yangi turibdi. Motorlar va zavodskiy metallari bilan maslar turibdi-yu, motor umuman ishi yo'q, hammasi cho'tki svejigina. Odam ko'rsa bag'ridan ochiladi. Ko'ngli quvnaydi. Mana shunday mazza-yu. Bunaqa nalarni ko'rib. Balonlar yangi. Mexga balonlar qo'yilgan. Hop, salonlarga keladigan bo'lsa, salonlar cho'tki svejigina turibdi, chexol poliglar, вообще udar aka o'ziga moslab qolayigina turib, mazza qilib qo'yinglar. Mingan odam rohat oladi. Minadigan bo'lsa, короче. Probeg 58 ming probeg yurgan. Aytgancha esdan chiqibdi. Ko'rib turganlaringizdek, zavodskiy metallari bor. Buni ahvollari yaxshi, zapaskalar ham tushmagan. Keyin buni narxini 12,5 deyaptilar. 1200 ga bo'lsa, shu ham beraveraman deyaptilar. Shu 12 ga bersalar kerak. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hop, Nexia 3 oq ko'rinishida 2019 ikkinchi pozitsiyasi 40 ming yurgan. Kraska hammasi toza turibdi. Benzindan, qizg'i benzinda umuman metan, propan qo'ymaganlar, chesat qilmaylar, только benzinda, sveji yurishsin benzinda. Motorlari вообще udab turibdi, maslagina, yaxshigina moylab yuvilgan. Balonlar cho'tki, adashmasam yangiroq ekan. Zavodskiy balon. Yaxshigina turibdi, ahvoli o'rtacha holda. Salonlari shu qanday holatda turgan bo'lsa, shunday turibdi. Yangi turibdi, 2009 da beri qanday saqlangansa, shunday saqlab turibdilar. Paket sotib qo'yib qo'yibdilar yangi ko'rinish uchun. Bagaj cho'tki turibdi, hech qanaqa metallari yo'q. Narxini 105 million so'm deyaptilar. Tekisga beraveraman deyaptilar. Undan pastga beradi, 98-99 daga beraveralar, adashmasam. 2012-yilgi Matiz ko'k ko'ngilcha deydi-mi? O'sha yanaqa motorlari yaxshi turibdi, moy yemaydi, yaxshigina turibdi. Moy yemaydigan, almashtirmaganlar ham o'chadi. Hammasi ahvoli yaxshi saqlangan turibdi. Balonga keladigan bo'lsak, balonlari yangi. Balonlar yangi. Matizdan sakasam qo'yibdi, yaxshi yarashgan. Balonlar yangi turibdi. 135 ming yurgan, pashti 1,5 ko'rib yurgan aytgan. Salon ahvoli yaxshi turibdi. Ularga polni chexollardan tashab, o'zlariga короче, akkuratni rullarga ham chexollar topib, cho'tki qilib qo'ydilar. Chexol poliglar ham yaxshi turibdi, yangi olganlar. Akkuratnigina, takoygina, udam shuncha. Metallar bor. Narxini aka aytdilar, короче 40 deyaptilar. Uni 35 undan pastga olishlaringiz mumkin. Kelsa bir o'ynab o'tib beraman deganda qillar aka, bemalol. Kelishdi, buni qilsak bo'ladi, gaplashsak bo'ladi. Men короче aka ko'nglini olsa bo'ladi. Ko'ngli bo'shlardan aka. Aka deb shunday o'tib beraman deb, olib ketaman deb, tamom. Bo'ldi, tamom, sizlarga olib ketaverasiz. Biz bilan qoling.